Uydagilarim meni 3 kunga qishloqqa buvimnikiga tashab ketishdi. 3 kun nimalar qilganimni aytib beray. Birinchi qilgan ishim Ujis kinoradagi podvolga tushib kompot ikra olib chiqdim. Podvol mevazorga o'xshaydi. Ikra bilan kompot oshqozonga eksport qilindi. Buvim ham yildan yilga qarab qo'rqinchli bo'lib ketyaptilar. Keyin internet qidirib o'tirsam, buvim o'sha eski albomimni olib tanimaydigan odamlarimni tanishtirishni boshladilar. Keyin suv tashidim. Yo'lda ikki tushta xotinga meni kelin qilib uzatib yubordilar ham. Voy, qaranglar, qora saqich topib oldim. Buni mazasini bilgan biladi-de. Podvoldan paketam topib oldim. Bu nima? Xo'p, bu Tetris bilaman. To'ylarning kassetasi bu. Disklar, telefon. Buni ham bilmadim nimaligini. DVD-ni simi. Mana bu Dendi deylardi. Voy, shiribum, lavislar-ku. Mana bu temir yomon otardiga, lekin ikkinchi kun mehmonligim tugadi. Bilib qo'y, dunyoda ish tugashi mumkin, lekin buvingnikida ish tugamaydi. 3-chi kun sigir sog'dirdilar. Daraxt o'zidan uzum uzib yedim. Keyin ulgurmayotgan uylarini tozalab berdim. Qo'limdagi timsini sizlarga ham tavsiya qilaman. Hidrasi zo'r tozalaydi. Parashoki bor, kapsulasi bor, chirklarni tozalash uchun vositasi, unitaz uchun vositasi bor. Suvi sovuni ham rosa zo'r. Bir pasda ketadigan kunim ham keldi. Doimgidek buvim nimalardir berib yubormoqchilar. Ro'molchadagi pensiya pulini kam kostinga ishlatarsan dedilar. Soddagina buvim-a. Ular uchun 20 ming so'mga hozir ham ko'p narsa beradi-de. Menimcha buvimnikida o'tgan kunlarim eng zo'r davrlarim bo'lsa kerak. Kene bitta ismimizli videoga olaveradi. Uka cho'chi meni, mobil logografni o'sha borib biznesimga kerak ekan, shunga oldim. Isolni to'g'ri aytishni o'rganing, sababchi olma. Kerak emas sigartinglar. Sizlar bilan gilamlarni yeyamiz bugun. Oyi, bu kim? Kelinmi? Yo'q, mobilograf. Ana qo'shni xotin ovqat qilganini videoga oldiradi-ku. Nimaga undan mobilograf bo'ladi, nimaga mendan bo'lmaydi? Quribni yo. Birnim deshigini olma. Nima shoqim bo'pti? Kim mehmonlar kelgan? Yur bularga boramiz. Hozir uyimizga mehmonlar kelgan. Men sizlar bilan tanishtiraman. Bitta ismim chiqqan olmabsizlar-da, marketingmi? Men bicheni qaranglar o'rtoqlar. To'xtani o'tib ko'tarib qo'ydim. Boshdan olamiz. Men bicheni qaranglar o'rtoqlar. Irib sasib yotibdi. Ichagimni tinch qo'ying. Jin to'y mobilograf bilan video olamiz. Ro'yxatga chiqadigan ish ekan o'zi ham. Qaranglarligini bilan. Qarang. Muammolar bo'lib, ichi dardga to'ldi-da, o'rtoq. O'tirasizgina gaplashaylik. Yur. Keyin qarzga kirib ketdim, o'rtoq. Men bu videoga olish shartmi hozir? Endi ishimga kerak edi, o'rtoq. Sababchi taksistsan, u qanaqa ish? Hammada mobilograf, hammada esimimchiki nima bo'pti odam? Mana hozir 3-mijozimizni ham joyiga jo'natdik. Like bosing, komment yozing, sizlar bilan Shodi Gurkov bo'ldi. Tomiz ketganmi sizga mobilograf, Instagram nimaga kerak? Sen bloger eding-a? Ha. Barter qilib ber, barter. Tashali. Erta zo'r joylardan qilib ber, mayli. Like bosing, komment yozing, Shodi Gurkov. Pastki chiziqchasi ham bor. Uydagilarim sizlarga berishga rozi, faqat o'zim ikkilanib turibman-da. Voy, umuman qo'rqmang, men yomon qaynonalardan emasman. Sizga vobshim qattiq gapirmayman. Aynan ketay. Ya odam qo'tamasa ekansiz. Bu miyada yebishdan boshqa narsa ham bormi? Parasatni ham musulga tashlab yuborgan ekansiz-a? Voy, rahmat. Uyimizda ish ham kam qoqindiq-oy. Kelin, mana bir toqara kirib qo'lingizda yuving. Abetga 5 qosqon mant qilib qo'ying, keyin o'zingiz qochib ketdi, bolasini ham emizib qo'yishingiz kerak. Ha, bo'ladi. O'zim qilasiz? Oynar tutdim. Ha, mana supurgini hamchi. Supurib uni o'qisangiz, birato'la supurib ketasiz, xo'pmi? Esini chiqarsin. Nechta zo'rsizlar. Aytgancha oyijon keliningiz o'qigan. Aylanib ketay. Unda ishlashingizga ham ruxsat beraman. Oyjon, to'ydan keyin ishlashga ruxsat beraman dedingiz. Ruxsat? Uyda shuncha ish bor, qaysi birini qilasiz? Hojatxona tozalaysizmi? Vannani tozalaysizmi? Xorijdan oshxonani tozalab tashlang. Jab bo'lmasa mana uy tomni ochib yopib. Keyin ko'p qizlar ovsinidan qo'rqadi-yu. Bizani ro'zg'or o'zi kichkina, to'g'rimi oyijon? Ha. Aka, yaxshimisiz? Gaplashamiz qolgan. Qalaysan? Ro'zg'orimiz kichkina deganingiz-ku? Ha, kichkina-ku, mana. Nima kichkina ketsin hammasi? Qayerga ketadi? Iskandar Buildings mezbon loyihasidan xonadon olsin. Boshlang'ich 82 million so'm to'lasa, qolganini 36 oyga bo'lib to'laveradi. Hamma sharoiti bor. Yunusobodda joylashgan. Zo'r narsa ekan-a? Unda men akamga aytaman, ketadi. Keyin 5 ta ro'zg'or qolib, mazza qilib yashayveramiz, a? Katta o'sim bo'lsang nimalar bo'ladi? Endi sen oyijoningni o'ng qulog'isan. Qaysi bir aybish qilsa, menga ayting. Shuncha yillik dushman bilan endi do'st bo'lasizlar. Oyijon kichkina kelin turmadi. Hozir uyg'otaman-da. Sitor voice bilan 35 minut gaplashdi. Balki yomonlagandir. Rostdan. O'zi
o'zing baloni ham bilmasang ham, lekin hamma narsani aqllilik qilib o'rgataverasan. Nima ovqat qilamiz o'zi? Chukkala bunka degan Afrika milliy taomi. Zo'r chiqadi, xo'riya. Xullas, sotdini rolida-sanda. Yomon tomoni, usullaring seni chiqishtirishmaydi. Nima haqida gaplashyapsizlar o'sinjonlar? Quloqlar haqida. Eng qizig'i qo'ling shirin bo'lgani uchun shuncha kelin kelsa ham ovqatni baribir senga qildirishadi. Kichkina o'siningga hamma narsani o'rgatib, endi ish qildiraman deganingda ikki qat bo'ladi-yu. Kichkisi yo'q, ikkinchisi bor-ku. Bunga nima ish qildirsam ekan deb o'ylab o'tirsam, Iskandar Buildings mezbon loyihasidan uy oldik. Yunusobod 19-kvartali ro'parasida joylashgan. Hamma sharoitlar bor, mazza qilib yashaymiz. Siz bo'lsa ham quturgan qaynona bilan yashavering. shuncha payt qaynonangni kalishiga patay bo'lgan bo'lsang ham, har doim mehmonga kichkina keliningni olib ketadi. Mayli, sabr. Alohida chiqib ketadigan vaqtlarimiz ham kelib qoldi-yu deganingda. Kelin, shu desangiz sizni yaxshi ko'rib qoldim. Hamma kelinlarni chiqarib, sizni olib qolaman. Ebe, bugun cho'g'i kam bo'ldi-da. Nima qilsam bo'larkan, Qochtiring. Ebe, qochtirama oldi sani. Ebe, o'poqcha. Shuni shilaman. Yo'qda, sani yo'lingni berkitib, o'qitib tashlashgan qora ranglaring oppoq. Birinchi keyin partijing bor, to'g'rimi? Ha? Undan keyin mersoling, Ha? keyin san yetib oling. Menga yetib olishdi. Nima farqi bor? Laskalon. Sani o'qitib tashlashgan agar qaytarma qilmasak, mashinang yer qolib ketadi. Keyin sandan itam reklama olmaydi. Qaytarma qilib bering. Hozir. Chiroyligini bunaqa merchaga o'tirgan birinchi lo'li bo'ldi. Qaytarma qiling. Qilolman, men odamlarni chaqiryapman, ebe. Qani qilingni och. Mana shu merchaga ko'zingni yem. Umuman poylama. Agar poylasang, umuman poylama. Poylasang umuman o'tmaydi duo. Ana belopti. Shunday zo'r belopti. Ebe. Böyle ana böyle ket ana. Küf suf ana bittada yıkıldım. Keropsanmı? Rahmat kattakon. Endi xizmat haqqim. Mana sizga qo'l haqqingiz, rahmat. Ebe 2000 mi? Ha? Sanga savol, 2000 ni bumaga beradimi? Yo'q, lekin Nimaga bo'lmasa menga beribsan 2000 ni? Bilasanmi men qanday bir lo'liman? Shalo, ofishil lo'liman. Kimlar menda baxtini o'chirmaydi. Fez normativ erga deb ketibdi. Baxtini ochganim uchun. Shahlar Jonova degan bloger eshitganmisan? yo'q, tanimas ekanman. O'zi unaqa taniqli qiz bas. Qarachadan kelgan bir menga o'xshagan bir qiz. Uni ham baxtini maoshda berga deb ketdi. Voy, meni ham baxtimni ochib bering. Beli tamam, sanqosini to'laysan. Qachon keladi shahzodam? Shoshilma. Shoshilgan qiz erga yo'chma. Hozir seni chaqiradi. Zebo, ketdingmi? Voy, umidga kelgan shahzodam. Nima? Meni baxtim ochib ketdi, ana. Qo'ldagi pulni sen berding. U mashinani mendan ham pul olgan. Bor, buni ol. Tövbe. Umrimda bunday lixt ko'rmaganman. Bir haftaga birgacha kelmasligim kerak. Kamina shalodan ehtiyot beringlar. Qattan topaman men hozir. Tinchlikmi adasi? Shogird kelmaydigan bo'lib qoldi. Bitta o'zim eplay olmayman. Bitta odamni qattan topaman. Voy. Ha, tinchlik, mehr ko'zlar bilan qarab. Malades, endi rastorda ham qora. Mana rastvor. Bor, yana tayyorla. Siz shogird ishlatarmidingiz, qul ishlatarmidingiz? Zebo, qo'y buni, charchading a. Bor, 13-etajdan teshani olib kel. Bo'ldi, hozir. Bu birinchi etaj, Ha? Teshani olib keldim. Voy, endi bor amirni olib kelchi. Bo'ldi, yo'lda ko'raman o'zi. Mana ambir. Amirni olib keldingmi? Tak, menga arra kerak. Atverka olib kelchi. Mana atyorka. Endi bor rastorni qora. Umidga qo'nim ochib ketdi, nimadir yeylik. Lapsha yeymiz. Men butun umr orzu qilgan edim lapsha yeyishni. Shu lapshami? Men buni roltin deb o'ylardim. Bugun xotinim ovqat qilmadi, yesh hozir. Ol. Umid aka, nima 10 kundan bir telefon ishlatmayapsiz? Bilasan, bizani ish og'ir, qo'ldan tushib sinib ketadi, o'shanga ishlatmayapman. O'shaning uchun ham siz Honor X7 da ishlatishingiz kerak. Suvga chidamli siz ishingizga to'g'ri keladi. Tashavorsangiz simit tepadan qarang. Ishlayapti. Suvda ham, suvda ham bemalol ishlayveradi. Men o'zimga mosini topdim. Bor rastorni qora.
charchading ya onasi. Sen damingni olib tur, ozgina ishla, keyin ketamiz. Men rastorga oyog'imni tiqiymizdekkin ekanman. Zebo tur, ketdi. Ketdik. Ha? Voy. Qotib qolman. Chiqsi yo'q, men borman u. Ertaga kelaman. Umid aka. Xorazmdan Qashqadaryoga kelin bo'lsang. Assalomu alaykum, chaqqanmisiz? Ya, ular sizga men chakmayman dadaysiz chakanlar. Yo, chaqqanmisiz, salomatmisiz degani. Sal qo'lli, sirim ochilishi. Hamsalar chiqib qolsa kelin salom qil. Hamsaye novi. Hamsa endi qo'shnida. Ko'ngilchi desangiz-a? Nima deyapsan? Bala umuman tushunma gapingga. Shu giddi kuyganni aytsa, ertalabdan turay ichidim, sallarni oldinga boray ichidim, u bu joyga o'tiray ichidik. Shunda hamma gap ichidim qo'shsa Qashqadaryocha bo'ladi ekan. Kelin, o'g'limga bir kadi tayyorlaylik. Juda yaxshi ko'radi-da. Kadi? Menga ko'rsataman Azamat kadini. Balaysizmi Azamat sansiraysiz? Aytgancha nima dadingiz gapirmayapsiz? Bizda 2 yilcha atama gaplash mumkin emas. Tushunmadim baribir. O'g'lim kelsa tarjima qilib berar. Azamat og'a, apreldan savdo bor, shundan aytkeling. Balam, apreligan parashok zo'r ekan, o'shani olibki. Bir-biringlar tushunmayapsizlar, lekin bir xil gap gapiryapsizlar-da. Yigit kelyapti-ku, parashut xotiniga beryapti-ku. Kirlar yuvyapti-ku, toza bo'lyapti-ku. Bu nima endi Azamat? Kelin, qachon yana tuxumbarak yeymiz? Yumurta barak pishirib bersam bo'ladimi? Xorazmdan kelol zo'r ekanda, tilishidan o'tgan kun tez gapirsa, qo'shiq aytibdi deb o'ylab ketdim. Uy uzoqligi unasiniki ham ketib qolmaykan. Lekin bitta menusi bor ekanda. Qanoqqa minusda-da? O qalin puliga bitta pochkam sotuvdik-ku, o'sha og'riyapti-da.